Xullas, yangi mashinamiz 7000 km yurgan, avtomat korobka, ko'rib turibsizlar, 7400 km yurgan. 4 pakalining metan gaz uстановка qilingan. Gazda ham, benzinda ham mashinada qaltirash holati, ya'ni parkingda turgan payti, xuddi galovkasi ishdan chiqqan mashinadek qaltirab ishlayib turadi. Buni akamiz ko'p joylarga borib, ishlari bitmay oldimizga olib kelishdi. Svitchalarni almashtirib, boshqa qilib, zaslonkani tozaladi. Shunaqa maslahatlar ham bo'lgan, lekin yangi mashinada neujeli shuncha narsa ketishi mumkinmidi? Ataylar oldimizga olib kelishdi. Buni programmasida kamchilik borligi uchun, ya'ni taxometrlar turgan joyida 3,5 mingdan o'tib ketadigan holatda programma edi, ограничениyalar olib tashilgan. Undan tashqari zajgani me'yordan ortiq qo'yib yuborilgan hisobiga mashina qaltirab ishlaydigan bo'lib qolgandi. Hozir akamiz bilan test drive qilib, o'zi haydab ko'rdik. Akamizning xolisona fikrlarini o'zlaridan eshitib ko'rasizlar. Akajon, mana bo'lgan holatlar bo'yicha o'zingizni xolisona fikringizni aytavering. Agar yoqmagan bo'lsa, yoqmadi bilan aytsangiz ham bo'ladi. Chotki bo'ldi. Men Jizzaxda bunaqa usta bor deb o'ylamagandim. Hamma joyga borib ko'rdim, tegintirmay shu kishiga olib keldim. Rostdan ham haqiqat ekan, chotki qilib berdi mashinani. Zavodskiy qilib, hamma tomon chotki yuradigan qilib berdi. Ko'nglim to'ldi akadan. Rahmat. Qaltirash holatlari, qaltirash holati ham yo'q. Mana qaytadan endi boshqatdan haydab ko'ryapman, ataylab, yo'q, chotki mashina yurishi zakonni. Hammalaringga tavsiya qilamiz. Kelinglar, qildiringlar, ko'rsatinglar. Ko'ngildan xotirjam bo'lib ketasizlar akalar. Rahmat akajon, xolisona fikringiz uchun. Akalar, maslahatim sizlarga, mashinalarning yangi olib, gaz quydirganlaringdan keyin, mashinalaringda titrash holati, qaltirash, gaz boshqalaringda tutilib, bo'g'ilib yurishi, gazni bosib yuramasalaring, motordagi shovqin ko'payib ketadigan bo'lsa, aynan bizga o'ksalaring, ishlaringni sifatli bitirib beramiz. Hozirgi akamizda ham xuddi shunday drayvda haydab yuraman desalar, motordagi shovqin ichkariga juda ham grubiy eshitilib ketib turadi. Bu nimani hisobiga bo'ladi? Zajgani me'yordan ortiq qo'yib yuborilgani hisobiga bo'ladi. Shu holatda yurilarsa, bitta klapi bir 50 ming ham yurmasdan, 30 ming ham yurmasdan o'zi brakka chiqib ketadi mashina. Gaz qo'ydirib, programma qildirmasdan Mo'min akani oldiga kelib kompyuter qildirishni tavsiya qilaman. Hech kimga tegintirmasdan kelib mana shu kishiga gazni o'rnatgandan keyin programma holatini o'sha kishiga ko'rsatish kerak deb maslahat beraman hammaga. Rahmat akajon, borlaringga shukr, sog' bo'linglar.